Assalomu alaykum tog'alar. Mana yangiligimiz. Endi kabinka ham shart emas, tent ham shart emas, uy ham shart emas, hammasi ichida mana mo'raviylarimizni olib qo'ydik. Yomg'ir yog'sa ham, shamol kelsa ham, qor yog'sa ham hech narsa qilmaydigan mo'raviylarimiz mana. Hayda oldik mana. Bo'ldi. Yomg'ir ham o'tmaydi, suv ham o'tmaydi bundan. İchiga kirib bemalol dalaga borib yashasa bo'ladigan mo'raviylarimizni olib kelganmiz. Buni 1 tonnalik mo'raviylarimizni har qandayga qo'ysa bo'ladi. Mana bu yoqlarni ko'rsating. Yomg'ir yog'sa ichidan tomosha qilib o'tirsa bo'ladigani bu. 1 tonnalik mo'raviylarimizga qo'yib beramiz buni. O'zimizning mo'raviylarga ham moslab beramiz buni hammasiga. Mana men uchun o'zim ko'rsatib beraman sizlarga. Xohlasizlar mana tent yig'ishtirib qo'yasizlar. Tentni shunday shimaraslarda tepaga qo'yib, o'zining ilmog'i bor. Kurchoyiga shunday kurchak kelib qo'yasizlar, bo'ldi. Tepaga yig'ishtirib, bu 4 tomoni ochiladi, 4 tomoni ham yig'ishtirib qo'ysa bo'ladi. Buni mana kurchoylarni chiqaramizda, tepaga ko'tarib qo'yamiz buni. Xohlasizlar ichiga chiqamizda, mana ichiga suv o'tgan yo'q, 1 gram ham suv o'tgan yo'q. Mana oldini tomosha qilib ketsa bo'ladi, orqada odam sejana qo'yib, divan qo'yib yotsa ham bo'ladi. Qani orqa tent tushiringlar. Mana tentlar tushgandan keyin bemalol ko'rib ketaverasizlar. Mana suv urilaveradi, tomosha qilib o'tiraverasizlar. Ko'chani. Oldiga ham yuring, oldiga. Oldilar bo'yiga. Mana. Onachilari ham ko'rshlagan ekan. Yomg'ir suv vobshe o'tmaydi. Tashqariga tushib ketaveradi. Quruq, hech narsa yo'q. Akalar, bu tentimiz 12 ming so'm. 12 ming so'mga ustonovka qilib beriladi. Dobboy 180 ga 130 mo'raviylarga tushadigan tentimiz. Как дом.